Diksimizden tüvendiki mavzusuga dikkat kılın. Hürmetli vatandaşım, hem de mındaq deyimiz. Küzetkiçiler, Amerika'nın yeni prezidenti Asiya siyasını özgertmeydi dediği mavzulu haber. 11. ayının 2. günü Amerika avazının Xitay tili programı ilan kılın haber. Mındaq başlan. Amerika prezident sayılımıga düşken bir neçe nefer namzat halkara savdo kelishimini tanqid qildi. Xalqaralashgan savdo kelishimini, ya'ni TPP'ni tanqid qildi. Hatta Asiyadan askar chekindirimiz deb tahdid soldi. Asiya rayonida nurg'unlagan kuzatuvchilar bundaq ishning yuz berishiga ishonmadi. Ular mundaq hisobladi. Amerikaning chet ellardagi manfaati azaldan o'zgarmaydigan manfaatdir. Kiler növbetlik Amerika prezidenti mas'ul bo'lish masalasiga duch keldi. Cumhuriyetçiler Partisi'nin prezident namzatı Trump ve Demokratlar Partisi prezident namzatı Hillary Clinton hanım erkin savdo siyosatini izchil ayblagan. Saylam jarayoni ve saylamdan burun, saylam raqobatidan burun bular bu TPP'ni ayblagan erkin savdo siyosatini. Bulupmu yeni imzalangan TPP savdo kelishimini ayblagan. Çünkü bu kelishim to'g'risida jamoat fikri uzundan bir necha 10 yildan beri Amerikada kishilar ish kuni puristidan ayrilib qoldi deb qaragan. İş günü puristidan ayrilib qoldi demak shaqqadan ayrilib qoldi degan TPP shuni paydo qildi deb tanqidlagan. Lekin TPP Amerika şirketlerinin Asya bozoriga kirishiga ko'plab fursat yaratib beradi. Jungoning o'zsiz eshibatgan iqtisodiy kuchi bilan qarshilashadi. TPP Jungoning o'zsiz eshibatgan iqtisodiy kuchi bilan qarshilashadi. Masalan, Hillary Clinton hanım davlat ishlar kotibi vazifasini o'tagan mezgillarda 2012-yili TPP savdo kelishimini madihlab, savdo kelishimidagi oltin o'lcham deb atagan. Keyin prezident sayılımıga raqobat tushganda bo'lsa, Hillary Clinton hanım bu meydanidan, yani burunqi meydanidan yenib oldi. Donald Trump, yani Cumhuriyetçiler Partisi'nin prezident namzatı Trump, Jungo'ga qattiq meydan qo'llanib, Jungo privatni ayirboshlashni kontrol qilib oldi. Yani pulni kontrol qilib oldi deb ayblagan. Hillary Clinton hanım bo'lsa, Jungo'ning kishilik huquqini dafsanda qilishini, Janubiy dengizda devaylab kelib, egilik huquq talab qilishini ko'p qatam tanqidlagan. Parazga asoslanganda Janubiy dengiz nefet ve gaz zapisi intayin mol dengiz ekan. Shundaqla intayin muhim xalqaro qatnash yo'liga xalqaro qatnash tugunidir. Beijing chet el fakulteti professori Shi Tao mundaq hisoblaydi. 1992-yili sobiq prezident Bill Clinton Jungoning rahbarlik qatlamini Beijingning jallotlari deb atagan. Lekin 1994-yili Bill Clinton Jungoning kishilik huquq masalasini savdo munosabatlardan ayirib etib, Jungo Amerika munosabati o'ngishliqqa yuzlangan. 1994-yilga qachonki gap o. Bu 2004-yili desangiz to'g'ri, 2004-yil kongressda savdo bilan kishilik huquqning bir-biriga bog'lanishini ayirib etib, maxsus prezident Clinton, sobiq prezident Clinton Jungoga savdoda normal savdoda abadiy e'tibor berish siyosatini Jungoga taqdim qilgan edi. Chavshanning yadro qurollari qanday taqobil turish masalasi Hillary Clinton xonim navbatga cheklash siyosatini qo'llaydiganligini, Koreya, Yaponiyada qudratli harbiy ittifoq qurishda ching turib, Chavshanni iqtisodiy embargo qilish siyosatida ching turadiganligini bildirdi. Prezident namzodi Trump bo'z Chavshanning muhim savdo sherigi Jungoga bosim ishlatib, Chavshanning yadro sinoqlarini to'xtatishni tavsiya qiladigan bo'ldi. Seoul Koreya davlatlik diplomatiya institutining professori Jin Xuanshu mundaq dedi. Amerikada kim kilar navbatlik prezident bo'lsin, Amerika Qo'shma Shtatlarining burayında qudratli harbiy mavjudlik bo'lib turishini umid qiladi. Kim Aqsaroyga kirsin, kim prezident bo'lsin, burayında Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy kuchini, ya'ni qudratli harbiy kuchining Asiya rayonida, Sharq Shimoliy Asiya rayonida mavjud bo'lib turishini umid qiladi.